Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Kalpten Kalpke namlı programımızın 8. saniylik görüşünlerini kızgın karşılarımız ben Abdullah Yılgın. Kadirli görmelerimiz bu mübarek Ramazan iyi kirip harf günden başlayıp her günü şu saatlerde Türkiye'dekilerine nispeten iftardan burun. Elbette başka Orta Asya'daki ve başka dünyanın her qaysı şeylerdeki kıyırındaşlarımız belki soğurlukta görüşü mümkün. Belki taravihten keyin görüşü mümkün. Xilma-xil vaqtla farqı bo'lgandikan, mayli qaysi vaqtda ko'rsak ko'raydiki, Ramazonning har bir minutlari ana shunday qadrli, qimmatli minutlar hamda Allah subhanahu va taala uchun qilingan har bir amal, mayli iftordan burun bo'lsin, mana bu shunday dinimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri shaklda amal qilib, Rabbimizga har bir qilgan amallarimizni bir müstehkem düşünce asasıda dinimizin körsetmesi asasıda kılalışımızdan bu çoğun bir netice bulması gerek. Şunun için kılvatımız her günü bu sohbetlerini. Rabbim inşallah kılınan bu sohbetlerden tegişlik netice, tegişlik nesibimizni elip hayatımızda bir özgürüş peyda kılıp, şunun bu güçlük emel ibadetler bilen ötküzüşke müyassar kılışını Rabbimden tövbeçlikten sorayımız. Bugünkü programımızdan aziz mehmini, hemen tanışıp bulgan İlgirmi İslam ve Biz programımızda 99 san ötküzüp bulduk Allah'ın rahmetiyle. Her haftada huzurunlarda bulup kilovatkan hürmetli ustaz, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, şunakla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşigari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp kadem taşırıp belgeli için köpten köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarih kılıvatıdı. Ekran alda çıkıp duruyatkan numarımız arkalık şundakla ictimai uçur vasıtlarıdaki alakı vasıtlarımız arkalık programımızga alakadar her kandak fikir teklif bolsa berişinlerini, sual bolsa soruşunlarını ümit kılımız inşallah kolumuzdan kelgence. Bugün cevap veremesek mi aldığımızdaki sanlarda cevap verişki tirişimiz programmaga alakadar suallarınlaga. Şundaqla köpligen kıyırındaşlarımızın bu derslerden faydalanış için hem bahirlep koyuşuna hem unutmaysızlar. Bugün biz ilanımızda belgendek temimiz sebep netice kanuniyetleri hakkında toxtulağınlığımız toğırlıq ilan belgen toq. Elbette bu intayin mümin dikkat qılması bulmaydıgan, düşenmesi bulmaydıgan temalardan biri. Herkes qarğulaçı Allah subhanahu taala bu kainattaki her bir nersine bir kanuniyet, nizam asası yaratqanlığını hemmimiz bilimiz, umumi noktada etqanmaqdadır. Bunu hayatımızı qandaq düşünümüz, faqatla tevekkül qıldım deb mümin qanday yaşaş gerek yani. Hemme narsani Allahqa döngep qo'yib yaşamdı. Yoki tegishlik müminden talab qilinadigan mümin hayotida nurg'un ishlarni qilib bo'lib, andan keyin natijasini kutish kerakmi Allohdan degandek bu masalalarni albatta vaqtimiz az bo'lsin programmaniga shunga sig'dirishga tirishimiz. Unda bo'lsa ustoz bevosita kirib ketsak, birinchisi shu ijtimoiy hayotimizdagi shu sabab natija to'g'risidagi Allohning qonuniyatini tushunish bilan boshlagan bo'lsak bugun. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Allah'ın kainat orlaştırgan kanuniyetleri çoğun üçtürü bölün. Biz kainat karakterlik kanuniyetler, asmallarınki, yani dünyanınki tertibi. Yani ictimai karakterdeki kanuniyetler, bu insanların ihtiyarlı kanuniyetler. Üçüncü birisi adetten taşkır olan kanuniyetler, mucize, keramet dediğimiz. Bu nadir ahvalda yüz birdiğen, yani muayyen şahslarga yüz birdiğen bir kanuniyetler. Bugün biz toxtaldığını bu kanuniyetler ictimai kanuniyetler. Allah Teala'nın ki ictimai kanuniyetlere nima degan bu temada to'xtalamiz. Ama bu sebep neticeni qisqadan tanıştırıp öteyler, tefsilat hakkında belki keyinchi to'xtalamiz. Sebep netice deganimiz Allah'ın mahlukatlarla muamele qilishda o'zgarib qolmay izchil davomlashadigan kanuniyetlerini bu sebep netice kanuniyeti yoki ilahi kanuniyetler deb ataymiz. Allah'ın adaleti mush sebep netice kanuniyeti boyunca jari oldu. Bu dünyada, bu hayatlıkta kim sebep kıysa netice görüşüdür. O Müslüman olamdı, kafir olamdı, ona olan münasebet. Allah'ın adaleti bu. İş kıysan netice gelirsen, iş kılmırsan cezaga tartılırsan. Degen bu kanuniyet bonuşmağı bu hakkında tefsilatını keyiş toxtalımız. Hem de Allah'ın sebep netice kanuniyeti bu fakatlam bu dünyanın ki intizamını berba kılış, ya ki bu hayatını, ya ki bu kainatını hareketlendiriş bilen çekilinip kalmaydı.
Xo'sh. O bir turga xas emas bu qonun. Balki insonning ixtiyoriy ish harakatlari. İnsanның yürüyüş duruşu, insanның qilmishlaridan kelib chiqqan natija va bu natijadan ya mukofotga loyiq bo'lganligi yoki jazoga loyiq bo'lganlikdan iborat bu doiralarni bu sabab natija qonuniyat o'z ichiga oldi. Bugun biz to'xtalmoqchi bo'lgan, deymi? O'sha. Shunga Allohning bu hayotlikda, bu dunyo hayotida o'rinlashtirgan sabab natija qonuniyatlarini bilish eng muhim ijtimoiy fan hisoblanadi. İctimai pendeki en mühim noktası sapın. Kur'an-ı Kerim düşkenden tartib devlet qanday tiklindi, qanday vayron bo'ldi, jamiyat qanday gullandi, qanday o'zining mavjudligini saqlaydigan bu qonuniyatlarni eng dastlabda bayon qilgan kitob hisoblanadi. Xo'sh. Kur'an-ı Kerim qarasak, Kur'an-ı Kerim millatlarning gullanish va vayron bo'lish to'g'risidagi qonuniyatlarga nechilig'a yerlarda ishorat qilgan. Bu kitob ilgirki millatlarninki ahvollarini tadqiq qilishga, izlanishga, uningdan ibrat olishga tashabbus qilgan. Buning tafsiloti haqida keyincha to'xtalsak bo'ladi. Qur'oni Karim qarasak, Qur'oni Karim ko'plagan o'rinlar sabab bilan natijani bir-biriga bog'lab bayon qilgan. Masalan, musibat xapolik kelgan bo'lsa, musibatning o'zi bir natija. Xapolik desak, bizning hozir dardimiz va xapoligimiz va musibatimiz va mahkumlik qulluq deb iborat bu bir natija. Mushnunga o'xshash bir natija qanday bo'lib keladi? Nadin kelib qoldi desa, bu natijani sababga bayon qilgan misollar. Masalan, Qur'oni Karimning musibatni sabab bayon qilib olgan misollardan birisi yoki o'rnaklardan birisi va ma asabakum musibatin tabima kasabat aydikum. Sizlarga bir musibat yetgan bo'lsa, dard alam yetgan bo'lsa, bir mahkumlikqa duchor bo'lgan bo'lsangiz, o'zimiz misol qilaylik. Yoki birisi bir işte og'ir bir falokatga duch kelgan bo'lsa, buning sababi o'zinglar dedi. Demak, sizlar sabab bo'lmagan bo'lsanglar, bu natija kelib chiqmaydi dedi. Biz mahkumlik duch keldik, Sharq Turkiston xalqi. Buning sababisi Allohmi? Bizning musulmon bo'lganligimizmi? Asli sababsi biz dedi. Ayetden takazzası var. Şunundak Allah Teala milletlerini cazalaş kanuniyetini bayan kılıyor. Mesela فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ Ular ne için cazaladık, ne için rahmetimizni yiraklaştırdık, ne için kıyamet günü cazalaymayız deb ularga tehditini bildirdik Allah belki vəzi tutmalık. Samimiyetsizlik, sahtipazlik, dindarlık, şekilvazlık, işgüzlülük sebebinden caza uçkıdı. Bu Allah'ın kanunu. Demek qaysi bir adamlar Allah'ın yolunda mağdım deb turib şekilvazlık qilsa, ishqiyuzlimlik qilsa, satqullik qilsa, Allah'ınki Resulullah müminlik, düşmanlik qilsa, uning tatadigan kuni var. Bu milletninki tatadigan kuni var. Shunda Allah Teala bu dunyoda bir buzg'unchilik, ofat, dunyo xarakterlik bir xafalikninki, buzg'unchilikninki kelib chiqish sababini bayon qilgan. Demek bu dunyoda bir xafalik. Birinchi dunyo urushi desak buzg'unchilik. İkinci dünya urushda buzg'unchilik, bir millet besib olgan bo'lsa, bir davlat, yana bir davlatni vayron qilib o'tgan bo'lsa, bugunkidek buning natijasi vayron bo'lar. Sabab bormi? Sabab bor. Bu sabab nadin keldi desa, Qur'oni Karim bayon qilib, "Zaharal fasad fil bar val bir bima kasabat aydiyaniz." Bu dunyoda, mayli quruqlikda bo'lsin, dengizda bo'lsin, buzg'unchilik yuz bergan bo'lsa, buning sababi insonlar. İnsanların sebebinden, insanların hareketinden muş buzg'unchilik yuz beryapti dedi. Bunun o'sha nurg'un misollar var, biz keyin tafsili to'xtalish to'g'ri keldi. Sabab natija qildi, qisqalam deb bilamiz. Demak, bizning xulosaлагan vaqtimizda shariatning hammasi sabab natijadan iborat. Shariatning hammasi sabab natijadan iborat. Nima uchun desa, chunki shariat mening ko'rsatmam bo'yicha amal qilsang, jannatga erishsan. Mening ko'rsatmam bo'yicha amal qilmasam, xiloflik qilsang, do'zaxga kirsan. Jannat bilan do'zax natija. Buning sababi shariatning ko'rsatmasi bo'yicha amal qilish yoki amal qilmaslik. Demak, shariatning hammasi sabab natijadan iborat. Taqdirimiz sabab natijadan iborat. Biz peshonimiz nimadan yozilganligini biz bilmaymiz. Hech qanday bir inson bilmaydi. Ammo inson taqdirini o'zgartira oladi, do'st o'zgartira oladi. Masalan, bir inson buzg'unchi bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'lsa bo'ladi. Hakabir, mutakabbir bo'lgan bo'lsa, bir unvon olganligi, boy bo'lganligi yana sabab bilan kamtar bo'lsa bo'ldi dinimizda qazzaz bo'yicha. Agar fasiq bo'lgan bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa bo'ldi. Haroqkash bo'lgan bo'lsa, tashlisi bo'ldi. Demak, bu taqdirni o'zgartgan bo'lamiz, o'zgarish. Ya'ni inson o'zininki imkoniyat yetadigan bir taqdirli bor.
İnsanınki imkoniyat doirasi qurib buni o'zgartiradi. Ammo insonninki imkoniyat doiraga kirmaydigan taqdir va buni o'zgartirmaydi. Kimdan tug'ilishi, nada tug'ilishi, nada o'lishi deganga o'xshashi. Buningki dalili bormiz, dalili. Va allaysa lil insani illa ma sa. Qur'on Karim eni qonuniyatda o'tirib qo'y. Va allaysa lil insani illa ma sa. Inson qanchalik harakat qilsa, shunchalik natijaga erishadi. Harakat qilmay qolsa hech qanday natijaga erisholmaydi deb kesib o'tib yani. Demak, bu yerda insonning erishadigan natijasi, erishmoqchi bo'lgan orzu armonlarining hammasi demak, ba'zi insonningki faoliyatiga bog'liq, harakatiga bog'liq, ish harakatiga bog'liq. Ama bu sebep gelsek, bu sebep meyli maddi sebep olsun, ya manevi sebep olsun, məxluq. Allah'ınki yaratqan məxluq. Maddi sebep olsun, manevi sebep olsun. Allah bizi sebep kılanlar da buyurdu. Maddi cihetimi sebep kılanlar dedi, manevi cihetimi sebep kılanlar dedi. Sizler sebep kılısılar, neticesini ben bilmem dedi. Sebep netice yetiştiğinki fakatılan bir vasısı bunu unutup kalmalar dedi. Şu bu noktadan deyimiz ki, sebepten özü gelen tayin öleş, Muş sebebini qiysabilan maqsadim hosil bo'ladi deb qarash, ya'ni sababni yaratgan zotga tayanmaslik bu aqidadagi nuqson hisoblanadi. Xo'sh. Ya'ni deylik, masalan misol qilaylik. To'y qilish deylik. To'y qilgan vaqtida er bilan ayol yoki yigit bilan qiz. Ko'pincha biz qonuniyat bo'yicha jinsiy munosabat bilan uzoq ko'tarib bola tug'ilgan ish. Bolaning tug'ilishi natija. Bu natijaga erishish shariatning ro'yi bo'yicha nikoh bilan to'y qilish. Demek, muşu fakatlam er ayal münasebet bu İslam zadi farzand köygünü bulduğu da hiç kim kisip aytanmaydı. Bu bir sebep. Bu sebepni qilamiz, lekin dua bilan Allohga iltijo qilamiz. Şoň bu sebepni qilsaqlam netijaga erishmasa bu aqidadagi bir chataqning belgisi, nuqsonlikning belgisi. Endi bu yerda sebepga tayanmay turib, men faqat Allohga tavakkul qilgan adam, bütün arzu armanlarimni Allohga tilagan adam, sebep bilan mening ishim yo'q deb sebepga ko'ngil bo'lmasa, o bizning aqlimizdagi illat hisob. Aqlimizdagi nuqsonlik hisoblanadi. Ham sabab bir butun ta'tu qarasak ya sababni qiyğin olmasak bizning dindorligimizga shaklvozlik, dindorligimizga buzg'unchilik, dindorligimizga ofat hisoblanadi. Xo'sh. Şu an bunu qanday to'g'ri tushunamiz bu masalada? Sabab Alloh buyurgan, Allah tashabbus qilgan shu o'g'achqa ham mush koinotni sabab natija qonuniyati bilan o'rinlashtirgan bo'lg'achqa sabab qilamiz, lekin e'tiqodimiz deymizki, sabab o'zligidan ta'sir qilolmaydi. Sababning o'zligidan ta'sir qilish kuchi yo'q. Bu sababga bo'lgan sabab bo'layotgan kuch Alloh tarafdan kelib e'tiqod qilamiz, masala tamom. Buna shunday. Sabab qilamiz, chunki Alloh buyurdi. Lekin sabab o'zligidan shu ishni qila olamiz yo'q. Chunki bir vaqt Alloh shu xil qudratni şu vasıtıga, şu sebeplerimize o kılanmaydı. Bundan düşünüş işten doğrusu. Hem de qarindoshlarımızga deydigan muhim noktamız ise maddi sebep kanuniyatida Müslüman bilan kafir o'xshash. Maddi sebep kanuniyatining natijaga erishishda Müslüman bilan kafir o'xshash. Mesela bazı qarindoshlarimiz bazı misollarni saqlaydi. Mesela suvuzdan misol alaylik men. Neçvangiz e'lon qilgan ba'zan o'shan kun bo'lmayotgan. Bir aynan suv uzishni biladi, bu daryoga tashlansa dushmanlar tarafidan deyli yoki tushib ketdi, bir qarqib ketib ber. Suv ishini bilmasa, uning musulmonlikqa uni qutqizolmaydi. Endi kafirdan birisi suv uzishni biladigan bo'lsa, o daryodan, o o'zdan yoki o dengizdan chiqib keladi. Chiqib ketishi mumkin yani. Agar kichik bo'lsa, chiqib ketishi mumkin. Ammo qutulishning yo'li nimasi? Suv uzishni bilish. Xo'sh. Masalan, at misol qilaylik. At dinimizda Madina. Bir musulmon atni bir qurol ustida bugungi mashina rolini oladilar. Bilgan bo'lsa foydalana oladi. Bo'lmasa, at shunda Madina degan at bo'lib qolsa-mı, qiyomat kungacha atda va atning rolini oldigan narsa yaxshilik bor degan bo'lsa, musulmonlarga uni isqatmaydi. Atni minaladigan kafir yoki kelgan chaqda obdan ishlatadi. Ayliprani misol qilaylik at tutsa. Xo'sh. Bir odamning musulmon bo'lganligi va shunlar aylipran joyiga harakat qilmaydi ki. Ondan joyida dushmanni otqin olmaydi. Ağaçını etishni o'rgangan, ağaçını haydashni o'rgangan kafir bu sabab natija qonuniyatida buni to'sgan. Ham oddiy taqim uchun bo'lgan mashina haydashni misol qilaylik. Birisi musulmon, birisi kafir. Birisi mashina haydashni bildi, degan yerga mashina bilan tezroq bora oladi. Ama musulmon mashina haydashni bilmasa, ikki futi bilan uzun necha soat, necha kun demadi. Demak, uning musulmonligi bu moddiy sababga kelgan chaqda esqatmaydi. Xo'sh. Bu nuqtani aniq tushunish lozim. Ham rizq izlash masalasi kerak.
Yani pul tepiş meselesi, dolar tepiş meselesi. Bu yer kelgan vaqtda bu nimaga bog'liqsa? Harakatga bog'liq. Sa'i qilishga bog'liq, faoliyat qilishga bog'liq, harakat qilishga bog'liq. Va allaysal inson illa ma sa'a. Allohning qonuniyati bu. Bu yer kim ko'p harakat qilsa, yurishib. Birisi tijoratni joyida bildi ekan, birisi joyida bilmaydi ekan. Musulmonning qo'li jiq pul bor ekan deydi. Tijoratni yaxshi bilmasa ziyon tortadi. Kafirning qo'lida ozroq pul bor ekan, tijoratning yo'lini bilsa, usulini bilsa, u foyda oladi. Moddiy qonuniyat. Endi mal normal bo'layotgan bir ahvol. Endi bundanmi ortiq bir sabab yo'qmi? Bu musulmonligini fazilatga ega qiladigan, musulmon bo'lgandan keyin bir afzallashtiradigan, bu kafirdan farqlantirgan sabab yo'qmi bu? Demak, moddiy sababda musulmon bilan kafir o'xshash natijaga erishadi. Musulmonning ortiqchiligi. İmanı samimi bo'lsa, Allohga ishongan bo'lsa va iymon samimi bo'lsa, buning bilan barakat jihatdan, muvaffaqiyat jihatdan yordam berishdi. Ortiqchilik beradi. Bu ortiqchilik musulmonga tabi. Demak, dibimiz chiqqan vaqtida moddiy sabab chora hammadan ochiq. Musulmon olsun, kafir olsun hammadan ochiq, hammadan qulay. Ammo ma'naviy sabab yoki iymoniy sabab bu kimlarga xos desa, mu'minlarga, musulmonlarga xos. Ortiqchilikka mishal. Shunga biz o'zimizningki ahvoli munosabatlik, ba'zilarning kallasida tushunmayotgan bir nuqta, biroz echib o'taylik bu temada. Shuni bilish kerakki, qarindoshlarimiz, bizning musulmon bo'lganligimizning o'zlan bizni xo'rliqdan qutqizishninki omillar shart emas. Xo'sh. Bizning musulmon bo'lib qolganligimizning o'zidan bugun Xitoylarning mahkumligiga duchor bo'lmaydiganligimizdan isbot emas. Biz musulmon bo'lgandan nimishqa kafirlarning ostida qoldik? Nima uchun dushman bizni besib oldi desak, xatolashgan bo'lamiz. Biz musulmon bo'ldik. Lekin qanday musulmon bo'ldik? Shariatning mezoni bo'yicha, ya'ni Qur'on sunnatning o'lchami bo'yicha qancha % bir musulmon bo'ldik? Islom dini buyurgan ko'rsatmalarni qasd amal qildik. To'g'ri. İslam dini eng oddiysi kichikdan cho'ngga tortib hammani o'qinglar dedi. Birinchi qatam tushgan oyatdan tortib oxirigacha o'qinglar. O'qidikmi? Allohdan qo'rqinglar deb qo'rqdikmi? Dushmanga yaqinlashmanglar, dushmanga yan basmanglar, satqullik qilmanglar dedi. Qildikmi? Mamdamda hali u nom bilan, hali bu nom bilan satqullik qilayotganlar to'xtamay bugun qadar chiqib turibdi. Xo'sh. Demak, bu bizning musulmon bo'lganligimizdan o'zlar bizni zulmdan, mahkumlikdan, xo'rlikdan qutqizishdan shart emas. Ya'ni sababini qilsak qutula olamiz. Xo'sh. Mahkumlikdan bo'lsin va boshqa ishlardan bo'lsin, islom dini buyurgan sabab chorani qilsak, harakat qilsak, endi qutula olamiz. Shuningdek, yana ba'zi qarindoshlarimiz aytgan, Alloh taolaning kitobi qo'limizda Qur'on. Bu o'zgarmagan bir kitob, bosh ustiga. Bu kitobning bizning qo'limizda bo'lganligi, uyimizda bo'lganligi bizni qutqizish yetmaydi. Nima ishqasi? Chunki bu kitob bizni aqlni ishlat dedi, aqlimizni ishlatgan olmadik. Ko'zingni ochib obdan qara dedi, uni qarg'on olmadik. Quloqingni och, to'g'rini angla, xatodan nerto dedi, uni anglagan olmadik. Demak, bu kitobning diginiga amal qilmadik, ammo mashinamizni zinnatlash uchun tuzib qo'ydik. Yoki uyimizda bu musulmonkin deb bilsin deb nechini qata ilg'or qimmat qurollarni tuzib qo'ydik. Ya'ni bu shaklvozlik bilan bu Qur'on bizni bu mahkumlikdan qutqizishga yetmaydi. Bu ba'zida nima uchun musulmon bo'lsak, mushuncha ular qabul qildigan. To'g'ri, bugun dunyoda biz va bizga o'xshash nechalig'an musulmonlar qabul qilsin. Buna sababi Qur'oni Karim aniq bayon qildi. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydi. Mushu bugun sizlar kelgan xoplikning sababisi o'zi. Dininglar buyurgan, Alloh taolo buyurgan, payg'ambarlar ko'rsatgan ishni qilmaganlik sizlar. Xo'sh. Biz Alloh taolo va'd qildi. Mu'minlar hammadan aziz bo'ladi, hammaning ustida. Kafirlar mu'minlarning ustidan hokim bo'lolmaydi. Demak, biz bu yerda taxim mu'minlik sutini o'zlashtiramiz degan gap. To'g'ri. Islomni bir butun tushunmaganligimiz uchun bu yerda musulmonliklar mu'minlikni orasida farqni his qilamiz. Ba'zi shaklvozlik qilayotgan namozimiz bilan, ro'zimiz bilan azroq bergan tanqidlar, zakotimiz bilan o'zimizni eng muttaqi, eng ilg'or, eng avliyo musulmon deb aldirib yurdik. Xo'sh. Ammo bu yerda bir davlat qurish, madaniyat qurish, bu yerda millatni millat xarakterlik himoya qilgan nurg'ul omillar bor. Bu yerga vaqtida taqiq qadamni bosib bo'lmayapmiz. To'g'ri. Şu bu noktada biz
Qur'onimiz zulm qilsak bo'lmaydi. Musulmonligimizni bahona qilib islomga hujum qilsak bo'lmaydi. Mushundaq da'vat qilgan ko'pincha namoz o'qimaydigan fasiqlar. To'g'ri. Biz musulmon bo'lsak nima ish bo'ldi? Biz Qur'onga bo'lsak nima bo'ldi demak bu yerda nima? Demak islomga ishonish nimasi yo'q, shak shubha ichida. Shak shubha ichida. O'z shak shubha ichida bo'lgancha nimaga aytib qo'yadi? Amaliyotda bu sabab natija qonun bo'yicha ish qilgan bo'lsa, natija aniq bugungi dunyoda. To'g'ri. Buni boshqa millatlarda aniq bilgin bo'ladi. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan. Bu haqiqatni tushungan ota-bobolarimiz shu Uyg'ur xalqining ichida shunday maqol temsillar qozonda nima bo'lsa cho'mishga shu chiqadi. Nima terisang shuni olasan degandek, shu Allohning zimindagi qonuniyatlarini avloddan avlodga shunday xalqimizning ichida maqol temsil sifatida aytiladigan bo'lib ketgan hamda. Hatto Abay sizlar misol keltirgan nimada bir musulmon bo'lishimizning o'zi ham yani Allah'ın çokum bizni hiçbir birisining ishg'olasiz qolmaslik yoki bu dunyoda hokim bo'lib yashashga yetmaydiganligini misol keltirgan. Ish harakat bo'lish shart. Cho'qim ish harakat bo'lish kerak. Ya dunyoda ham inson o'ylab boqsa bilgan shu odatdagi bir ya normal hamma odam bilgan dunyoda bolalarni farzandga maktablarga berdi senga. Maktablarda o'qiymiz. Ya bir insondan bir maktabga tizimlab o'quvchi bo'lishining o'zi ham o universitetning onun shahodatini o'qish bitirish guvohnomasini diplomini berishdan iborat emas ki. Sen kirding maktabga o'quvchi degan salohiyatga erishding. Bugun men musulmon deb islomning ichiga kirgan bo'lsam, musulmonlik bir salohiyatga erishdim, ammo mendan ayda mesela universitet o'qigan bo'lsam 4 yil doktorlik qilib bilmem qancha yil bu yerga yillarcha o'qib, tirishib, ter oqqizib, andin oxirida men layoqatli bo'lgan bo'lsam, andin diplom berdim o'ylaysiz. Men musulmon deb bilgan kirib qo'yiblam, hiçbir işini qilmay, andikin men natijani kutsam, bu aqliy jihatdan qanchalik to'g'ri bu narsa. Buni haqiqatan inson o'ylasa nurg'un misol keltirilishi mumkin. Xo'sh, endi shu sabab natija qonuniyatlardan qanday foydalanamiz? Bugungi musulmonlarning ahvoli qarasak, aql qag'anligi, tushkunlashayotganligi, madaniyat jihati kundan kunga aql daslayotganligi ko'z olib ko'rinib turibdi. Bunun sebebi nima acaba degan savol hamma bizning kallasiga. Bu savolning sababi nayt aniq. Birincisi bizning islomni bir butun tushunmasligimiz. Biz bu vaqt ko'p to'xtaldik. Ko'pincha biz da'vo qilishimiz islomni tushundik deb. Xo'sh. İslamni bir butun tushundik. Biz islomni pojilab tushunyapmiz. Ba'zanlar ruhiy tarafga ko'ngil bilan o'tdi. İslamni tushundimi? Ba'zanlar zahiri ibadet tarbiya ko'ngil bilan o'tdi, islom shu davr. Xo'sh. Ba'zanlar iqtisodiy tarbiya ko'ngil islom degan shu davr. Ba'zanlar siyosiy tarbiya ko'ngil bilan islom degan shu davr. Ba'zanlar ijtimoiy tarbiya ko'ngil bilan islom degan shu davr. Demak bu necha parchalar. Asli islom hayot tuzumi, hayot dasturi degan mush tonishtirish bo'yicha hamma doirani o'z ichiga olgan bir prinsip bu. Bir xarita. Biz islomni bir butun tushunmaganligimiz uchun orqada qoldik. İslam'a emel qilmaganligimiz uchun orqada qoldi. İdeya krizisiga duch kelganligimiz uchun bugun o'rnimizdan dastur olmayapmiz. Bo'shanliq va o'rinliq va qarasak ibodatimiz bilan kundalik hayotimiz farqli. Aqida bilan ijtimoiy siyosiy harakatimizning orasida ziddiyat, ixtilof, talash tortishlar mavjud. Enin keyinda dunyo hayoti bilan oxirat hayotini ayirib qaraydigan, ikkisi teng muomala qilmaydigan bu xil illat mavjud. Bizning dinimiz faqat oxirat qol ko'ngil bil, dunyo tashlab etdimi? Yoki dunyo bilan dum tushib oxirat nima bo'lsang bo'l, ko'ysang ko'ydimidi? Ikkisini tang tutibmadi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Bu yaxshilik dunyoning, yaxshilik oxiratning yaxshiligini o'xshash atmangda dinimiz bizga. Shunda aniq ro'shan ko'rsatma bo'lsa-mi? Hamma narsa biz parchalash tarafga turyapmiz. Xudo ba'zi ibodat qilgan chog'imizda, masjidda, tijorat qilgan chog'imizda İslamның ro'yidan chiqib ketgandek halolmi, harommi qaramaydigan ayda bir yerga kep qolyapmiz. Anan keyindan bu hali madaniyat yoritish deydigan bir qonuniyatlar. Bugun masalan g'arb dunyosi madaniyat yoritib ketdi dedi. Buning sababi nimishimiz qildi? Madaniyat yoritishning asosi nimasi? Aqlni achish, ilm ma'rifat o'rganish, boshqalarni ijobiy tarafga bo'lgan bo'lsa qabul qilish degan o'xshash ortiqchiliklar mavjud. Bu tarafi o'zimizda bor, ammo buni amillashtirmayapmiz. Endi g'albi nusrat qonuniyatlari bor. Başqalarda yo'q qonuniyat musulmonlarda va g'albi nusrat. Ammo buningga ishongani unutmayapmiz. Buni o'zlashtirgani unutmayapmiz.
Bunun birincisi imanның sağlam bo'lishi yoki tavhidning sağlam jonliq bo'lishi. Bu yerga kelgancha hozirgacha bir jonliq bir musulmon holatini ruhini shakllantiramiz. Demak, bu yuqori illatlardan qutulmoqchi bo'lsa, musulmonlar, ya'ni biz misol qilaylik, Allohning diniga xizmat qilmoqchi bo'lsa, mahkumlik tushib qolgan vatan millatimizni ozod qilmoqchi bo'lsa, ham bu millatimizni bugungi taraqqiy qilgan davlatlarning qatoriga chiqmoqchi bo'lib qolsa, biz nima ish qilishimiz lozim birinchi qilib? Islom dinimizni sog'lom tushunishimiz, buning qatorida islom dinimiz buyurgan sabab natija qonuniyatlarini tap chiqib uni rioya qilishimiz lozim. Sabab natija Alloh taolo bu dunyoda o'rinlashtirgan sabab natija qonuniyatlarini bilishimiz, tushunishimiz va uni qo'llanishimiz lozim. Chunki taraqqiy qilmasak, taraqqiyotning ochiqish nimasi? Sabab qilish. G'arib qanday taraqqiy qildi? Uxlab turib bo'lsa yo'q. Sabab qildi. Izlandi, tafakkur qildi, aqlni ishlatdi, tajriba qildi. Ammo bizda shu yo'q. Biz mahkumlikdan qutulish oldi. Taraqqiyot uyantib tursan, mahkumlikdan qutulishni dinimiz ko'rsatgan bir much ruhlar, bir much omillar bor. Buning qatorida iymon kuchi ammidan kuchli deydi. Iymon kuchi boyada qo'lingdagi imkoniyat oz bo'lib qolsa-mu, zo'ri tepilgan chaqda bir musulmon 200 dushmanga tehdid etadigan ruhni berdi. Ammo afsuski bu yerda u xil ruhni taqib o'zlashtirolmadik. Demak, taraqqiyotning o'lchimi sabab chordan iborat bir qonuniyat bor. Sabab chor qilmay turib taraqqiy qilinmaydi. Sabab chor qilmay turib ozodlikka erishganolmaydi. Sabab chor qilmay turib Allohning dinida yashagan bo'lmaydi, ham amal qilgan bo'lmaydi. Shunga kim iymon aytib turib sabab chorsiz qilgan bo'lsa, bu dunyoda ham yaxshilik erishadi, oxiratda ham yaxshilik erishadi. Ham kim sabab chorni qilibdi, lekin ishonmagan bo'lsa, Alloh iymon etmagan bo'lsa, u bu dunyoda yaxshilik erishadi. Masalan, turmushi pulni obdan topgan bo'lsa, yaltasha yashaydi. Ve obdan hunar o'rgangan bo'lsa, munosib bir yerda ishlaydi. Demak, sabab chorisini qilibdi. Allohga ishonmabdi oxirat. Bu dunyoda yaxshilik qilishdi, oxiratda u yaxshilik qilishmaydi. Allohning qonuni. Qonun etib. Lekin islom musulmondan nima talab qilsa, dunyoga dumchib oxiratni unutib qolish xohlamaydi. yoki oxirat dumchib dunyoni unutib qolish xohlamaydi. Balki ishkilasa tang tutib ishqil, ishkilasiga tang ko'ngil bo'l. Bu dunyoda natija qozonishing seni oxiratda natija qozonishingninki asosi ochiq edi. Bu xil ko'rsatmalarni berdi. Shuning uchun musulmon inson ish harakatlarida qilgan vaqtida sabab natija qonuniga uyg'un ish olib berish lozim. Chunki bu sabab Allah insonga bo'ysundirib bergan va buyurgan ishlarning qatori. Bu sabab qilganlik hargizmi taqdirga qarshi chiqqanlik emas bu. Taqdirni yaratmaganlik emas bu. Taqdirga zid yo'l tutganlik emas. Sabab Allah buyurgan va bizga qanday bir sabab bo'lsin, fizikning, kimyoning yoki boshqa narsaning Allah bizni bo'ysundirib bergan bir omil bu. Bo'ysundirib bergan bir ne'mat bu. Şuna bunu paydalansak, bunu qo'llansak, dinimizden ruhiga uyg'un ish qilgan bo'lamiz. Alloh rozi bo'lgan ishni qilgan bo'lamiz. Chunki har qanday bir narsaning sababini shu narsaning o'zidan izlaganlik bu haqiqiy tavakkulchilik. Har qanday narsaning sababini o'zidan izlash bu haqiqiy tavakkulchilik. Masalan, oshxonadan chatoq chiqdi, tamoq etishdi. Buning sababini biz elektrlik bir zavoddan, elektr yasaydigan zavoddan, mashina yasaydigan zavoddan izlasak topa olamdi? Topolmaymiz. Mashina yasaydigan fabrikada bir chatoq chiqqan bo'lsa, buning sababini biz Navoiyxondan izlasak topolmaymiz. Bir musibatni yoki bir natijaning sababini dal shuning o'zidan izlayolsak, dal shu nuqtadan tekshirsak, bu haqiqiy tavakkulchilik hisoblanadi. Tavakkulchilik degan og'zida Allohga topshirdim deb qo'yib o'taqanlik emas. Ya'ni qalbida Allohga topshirmaydi, ammo harakatlar ishlaydi. Aqli ishlaydi, fikri ishlaydi, ko'zi ishlaydi, quloq ishlaydi, butun a'zolari vujud ishlaydi. Lekin natijada muvaffaqiyatli bo'lishini Allohga topshirdi. Harakat bizdan, natija senda ey Alloh. Bu to'g'risi bu ishning. Shunga bu taqdirga iymon keltirish bilan sabab chora qilishga tangpo'nlik bizning aqidamizga eng chong alohidlik hisoblanadi. Xo'sh. Ya'ni islom aqidasida taqdirga iymon keltirish shu vaqtning o'zida sabab chora qilishdan iborat bir tangpo'nlik bor. Bu tangpo'nlik islom aqidasining eng chong alohidligi. Nima ish qilsa biz taqdirga ishonamiz. Ya'ni bu dunyoda bu koinot har qanday Allohning taqdiri bo'yicha bo'ladi dedi.
Taqdirsiz ish o'zgarib ketmaydi deb. E'tiqodimiz bu. Lekin sabab qilamdiq, sabab qilamiz. Chunki dinimiz sabab qil deb buyurdi. Ya'ni bu yerda biz taqdir mushunda ekan, masalan ba'zilar deyishmoq. Bugun bizningki dushmanning qo'l ostiga tushib qarashimiz Allohning taqdiri ekan, taqdirga tan berib asta belimizni mushib o'tiraylik demaymiz. Bu taqdir emas. To'g'ri, bu buni qilishimiz taqdir. Lekin sabab esa biz o'lik. Dinimiz deydiki sababini qildi. Bu xil holatdan ahvolini o'zgartdi. Endi biz butun sababga tayinib olib, biz sababni qilsaqlam natija chiqadi, taqdir degan quruq gap u. Hech narsa ta'sir ko'rsatmaysak, u vaqtda aqidamiz chatoq chiqadi. Shunga bu yerda biz taqdirga iymon keltirish bilan sabab qilish ikkisini tangponglashtirib aytmaymiz. Ammo afsuski ba'zi bir insonlar bor, bo'shang deydi yoki sus deb qaraydi. Deb qargan deydi. Bular tavakkul qildik deb turib, sababchor qiyg'unolmaydigan. Buni neticasi nimaga duch qilyapti bo'lsa, tavakkul qildik deb sababchor qiyg'unolmaganlar, kambag'allik, kasallik, og'riq qilish, mahkumlik, xurulab yashash, yuzini saqlayolmaslik deganga o'xshash. İlletler duch kelyapti. Hem bunun qarshisida sabab dunyosiga tayangan g'arib dunyosiga qarab baqsak, bular sabab dunyosiga yoki sababchilik tayanib zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Moddiy jihatdan ko'p taraqqiyotlar qo'lga keltirdi. Reallikmiz reallik. Lekin bular taqdirga ishonmaganlik uchun moddiy nuqtadan taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, taqdirga ishonmaganlik uchun ruhiy tarafdan ig'ir darajada ziyon tortdi. Bularning hayotiga tekshirish nazari bilan tadqiqot nazari qarasa ikkilanish, iztirob, nerv kasalligi, psixik kasalligi, saronliq, o'zini o'tirish degan o'xshash nurg'un illatlar, nurg'un narsalar ko'rinib turdi. Demak, bu yerdagi moddiy sabab yoki moddiy taraqqiyot insonning ma'naviyatini qondirolmaganlik uchun illat mavjud. Musulmonlarda bo'lgan bo'lsa, ma'naviyat ko'ngil bo'ldimikin desa, ko'ngil bo'lganda ko'rinsa, lekin haqiqiy bo'lmasin. Ammo moddiy holat ko'ngil bo'lmaganlik uchun moddiy holati bichara, ma'naviy holati boshqa qilgancha bir qadar yaxshi. Bir qadar, bir butun emas. Agar bir butun yaxshi bo'lgan bo'lib qolsa, buning taqozosi cho'qim moddiy jihatdan taraqqiy qilishni, moddiy jihatdan ilg'or holatga kelishni taqozo qilgan bo'ladi. Shuna bugungi musulmonlarningki insoniyatga yetakchilik qilish salohiyatidan yo'qitib qo'yayotganlikni sababi nimamdi? Bugungi musulmonlar Qur'onning hukm bo'yicha va kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'an 'alan nas. İnsaniyatga siz ustoz bo'linglar. Yetakchilik qiling. Ya'ni amr ma'ruf nahy munkar bor. Eng ilg'or ishlarga yetaklang. Yomon ishlarga zulmga taqobil turinglar. Odamgarchilikni qo'g'danglar. Bir insonning bir insonga aqida sabablik, irq sabablik, rangi sabablik zulm qilish yo'l qo'ymanglar. Buning o'sha bir bo'lak prinsiplar bor. Bu yetakchilik qobiliyatini yo'qitib qo'yganligi bugungi musulmonlarningki, bu musulmonlar qilgan zulm emas. Alloh taolo bugun musulmonlar zulm qilib bu huquqni yoki bu sharafni, yetakchilik qilish sharafini tatib oldimiz, tatib olmadi. Zulm qilib tatib olmadi. Nima uchun qo'ldan ketib qoldimiz? Ilgari necha asr, necha zaman qilgan, hozirmi oshxil salohiyat yana erishish qilgan mumkinmi? Mumkin. Qachoniki musulmonlar samimiy bo'lganda, sog'lom bo'lganda o'zining diniga haqiqiy amal qilgan chaq mumkin. Bugungi musulmonlarning bu salohiyatni yo'qitib qo'yish sababi o'zining vazifasini unutib qolganlik. Mas'uliyatini to'nug'ini unutmaganlik. Eng yomon yeri dinini tor doira kirgizib qo'yayotganlik. Masjidda tugdi, masjiddan sirtqi hayotda dinning munosabati yo'q deb yaxshi niyat bilan yoki yomon niyat bilan. Yaxshi niyat bilan bo'lganda shu namoz o'qisak, ro'za tutsak, pulimiz va zakotni bersak, jannat bizga tayyorkin deydigan ham xiyol parastlar. Unda qasan jannat yo'q. Bu bir bo'lak o'zining qilishlik bir musulmonlikningki bir namoyon alam. Undan boshqa misning o'taydigan burmush majburiyati. Buni kim o'taydi? Boshqalarga atib qo'yib qutulganlarni qutulganmi? Bo'larmi bugun o'xshash ish qildigan odam topilmagan yerda bu hamma odamning gadrini uchadigan bir farzlar bor nurg'un. İjtimoiy farzlar bor. To'g'ri. Ba'zanlar bu yerga yaxshi niyatlar atib qo'yib, ba'zanlar bu namoz o'qish musulmonlik tugida bu siyosatda demishi va davlat qurish demishi va bu islom deganda chatqa qish lozim, uchi bilan yomon niyatli chiqayotgan skolalarizlar, dinsizlarga umuman mavjud. Bu illatdan o salohiyat qo'ldan ketadi. Eninken medeniyet yaratadigan, medeniyet shakllantiradigan bir bo'lak omillar bor. İlim, ma'rifat, izdinish, tadqiq qilish, o'qish, o'rganish, yozish degan. Buning kelgan vaqtida bo'shanlik mavjudmi? Bo'shanlik mavjud.
Enin keyin idari bilimleri var, devlet başkuruş bilimleri var, siyasi tahlilcilik nazariyaları, burmuş kabiliyetini östürdiğen bilimler. Onun kelgen çağda nede biz? Sebep netice kanuniyeti dinimiz netçiliğin ayeti, mingga yakın ayette. Alimlerimizin işbazı, mingden artık ayet var, sebep neticeye bağlanan. Bir yer izlenişler. Bu sebep netice kanunu fakatlam turmuş meselesi emas. Xo'sh. Yep içidiğen rızık tepiş meselesi emas. Bu devlet başkuruş meselesi de, medeniyet tiklash meselesi de, mahkumluq tushgan bo'lsa, uningdan qutulish meselesida xuddi Musaning qavmi 40 yil cho'glab ag'ir qutulganga o'xshash, bir kuchli bo'lgan davlat fir'avnga o'xshab mag'lub bo'lganga o'xshash nurg'un qonuniyatlar. Buni qachon o'rganamiz? Buni qachon kashf qilamiz? Buni qachon amal qilamiz? Bu siyosiy qonuniyatlar va ijtimoiy qonuniyatlar va iqtisodiy qonuniyatlar va masalan Yusuf alayhissalomningki va boshqasining voqealigidek Zulqarnaynga o'xshash eng ilg'or sanoatda sabab natija qonuniyatlar. Buni amal qilishni taqozo qiladi. Demek bu yerda yetakchilik qobiliyatini salat musulmonlar yo'qotib qo'yayotgan bo'lsa, bu zulm chiqqanlik emas. Bu musulmonlar kamchilik sababidan bo'ladi yuqori qo'yish. Chunki oyat karimada zalika bima qaddamat aydikum. Demak sizlar o'zinglardagi yo'qotib qo'yayotgan bo'lsanglar, to'van o'rangchib qolayotgan bo'lsanglar, sababsiz sizlar. Alloh sizlarga laysa bizallamlar zulm qilmadi. Sababsiz o'zinglar. Ishqig'ini ma'udislar. Samimiy bo'g'ini ma'udislar. O'zinglarning rolini ado qilmoqchilar deydi. To'g'ri. Demak, bundan nima tushunilsa, bu sabab natija qonuniyatlarini bir-birlab tadqiq qilgan, izlangan vaqtimizda qanday bo'lib mushkullik qilib qoldik, qanday qilgancha bundan qutulganimiz eng oddiysi buni yetkin oldi millat xarakterlik. Endi bir odamning shaxsiy ahvoliga qarata buzg'unchilikda xato yo'l kirib qolish bir bosib ketgan bo'lsa, o'zini o'ng'ishi islohot tarafdami, u nurg'un narsalarga erisha oladi. Bu qonuniyatlar ki buni Alloh xolsa keyingi zamonlarda bir-birlab to'xtatsak bo'ladi. Ko'p rahmat haqiqatan. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloninki bu shu siz so'zlab o'tgan yuqoridagi nimadan anglayotganimni shu narsa xiyolimdan o'tdi hozir. Bu shu mayli bizning millatimizning ustiga hozir ustimizga kelayotgan bu narsalar bo'lsin va yoki boshqa islom dunyosidagi nurg'un dert elemler, yığızarlar olsun. Bu mu ameliyatta en çok sebepçisi yani asaslık yani yukarıdaki nimelerge asasen biz yiraklaşkanlığımız için özümüzden yoludan Rabbim sizip bergen bu haritadan çıkkanlığımız için bu vatandaş olması. Yani bir taraftan etken vaktimizden de yani aşındak nesini Rabbimden bizge tetişimi bizning uyqumuzni olsin, asli to'g'ri yo'lga qaytib kelsin deb bir ogohlantirish bandasiga bo'lgan o'zining bu o'ziga iymon etgan bandalarni buna bir silkish uchun bir dora deb nurg'un olimlar sifatlaydigan buni. Bu musibatdan xuddi doktorni og'ritib voyjon-voy degizib davolagandek sen uyqungni och ey bandam, o'zingning to'g'ri yo'lga qaytib kel. Hargiz mushu musibatlardan tamoman biz tugishib tutib tushkunlashmasligimiz kerak ekanda. To'xtaman, Rabbim bana bir signal beryapti. Men to'g'ri yo'limni tepishim kerak deb bir millat sifatida, ummat sifatida uyg'onmasak degandek Alloh bir qavmlarga turib hech qanday bu o'zimiz yiroq yursak bizning ko'kolimizdan tutib akab ma'miya kel deb bizni aziz qilib qo'ymaydi. Biz harakat qilishimiz kerak ekanda. Shu Rabbimning bu ato qilayotgan har bir dunyoda sodir qilayotgan ishlarning hammasi bizga nurg'un ibrat darslarni bergan. Endi oxirida programmamizning vaqti hozir tugaydi deb. Qur'ondagi shu sabab natija qonuniyatlari haqida biroz misol keltirib tugatgan bo'lsak, qisqa shekilda. Bo'ldi, qisqa ham to'xtalaylik. Qur'on karimda bu sabab natija nurg'un misollar bor. Bu bir misol olaylik. Qur'on karimda Alloh taolo bunday deydi: "Fa amma man a'ta va taqa va saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra." Kim Allah Teala ona bir nimet bergen bo'lsa. Bu nimet mal dünya nimeti oluş mümkün. İlim marifet nimeti oluş mümkün. Kabiliyet nimeti oluş mümkün. Maddi nimet, manevi nimet oluş mümkün. Ya ki bir iktidar nimeti oluş mümkün. Bunu Allah'ın rızası için işletse. Vettaka Allah ko'rsatgan bo'yicha samimiy bir Müslüman bulup yatsa ve Allah'ınki muş dünyada yaxshini qilsa, mesela iqtisodiy olib onu tigishlik joyiga, tigishlik o'rinlarga ishlatgan bo'lsa, Allohning qiyomat kuni haslab uning o'rnini berdiganligi uni
ko'paytib berdiganligi bu dunyoda oxiratda buyuk ajr berdiganligi ishonsa, buni ishlar osonlashadi. Demak, yuqorqi Allohning yo'lida iqtisodni sarf qilish, bevosita tarjimasi qilsa, taqvolik qilish, Allah'ınki onun həsilab birdiganlıq qiyomatda ulug' mukofot ishonishdan iborat mush 3 turlik illat uning turmushining, ishlarining faoliyatini osonlashishining sababidir. Endi kim Alloh bergan ne'mat, qaysi ne'mat bo'lsin, boylik ne'mat misol qilib, bir xillik qilsa, yo mening ishim, turmushim yaxshi bo'lgan haqlar nima kari? Meningki ishim yaxshi bo'lsa bo'ldi, bu millatni to'yg'izg'ini bo'lamdi, qutqazg'ini bo'lamdi. Bugun uni qilib qo'ygan, buni qilib qo'ygan nima foydasi? Deganga o'xshash turlik bahanlar bilan o'zining majburini ado qilgan bo'lsa, Allah'ın bu dünyada mı ahirette onanki mukafat berdiganligi ishongunimiz shakniz bilan qalsa, uning ishlari taxmin ta'sirlashadi. Buni shaxsiy shaklda tatbiq qilgan oldu bu oyatni. Buni kollektiv millatda buni tatbiq qilgan oldu. Bu bir misol. Ikkinchi misol olsak, Hajar alayhissalom. Bu zamonida Safa bilan Marva bizaj qiladi. Shu yerga 7 qatim yugurdi. Bu suv izlab, sababini suv topsam bo'ladi deb, yili bu yonga mangdi, yili bu yonga mangdi. Su izde, su netice bu onun yuguruşa bir sebep. Bunun neticesi suyu erişemde olsa erişir. Demek Allah Teala bu vakalık ne? Sizler hec kıygan çağda az kımısalı olmaydı o da hecnin faaliyetiga Safa bilan Marva yuguruşta kirgizib qo'y. Sebep nimasi? Sizlar sebep qilishing lazım. Harakat qilishing lazım. Acayip bir ders. Qilsanlar bo'lmaydi sizlar dedi. Natija mendan sa'iy qilish, harakat qilish, ish qilish, o'yg'onish, tafakkur qilish izlari sildir demoqchi bu yerda. Demak, buningdan nimani tushunamizsa, biz sababini qilib ishning natijasini Allohga topshirsak, g'ururlik qilganlik hisoblanmaydi. Endi ish qilmay turib, Allohga topshirdim, amin Allohu akbar deb qo'ysak, u g'ururlik hisoblanadi. Xo'sh. Tavakkul demak, ya'ni ishning natijasini Allohga topshirish demak, qalda bo'lsa, buni badanimiz bilan qilib turib, aqlimiz bilan qilib turib, qalbimiz bilan bu ishninki muvaffaqiyat bo'lsa, Allohga topshirish degan. Xuddi dehqon misol qilsak, urug'ni chachib, buningki ziroat o'rishni Allohdan tiligini qo'yishdir. Bir ish hamda. Shunga bu yerda sabab qilmay turib, tavakkul qildim deb o'ylab uxlab yatash bu dudlik ma'lum. Mas'uliyatsizlik bu, tavakkulchilik emas bu. Mush misollarga hozirgi Hajar onamizningki misolini keltirdi. Yana Qur'oni Karimda bir ism keldi hozir. Yani Allah o kadar hamda Meryem alayhissalomninki qissini tasvirlaydigandi. Bir homildor ayol tuqusqul bo'lsa, to'lg'oq tutdi, tug'ish oldi. O'sha manzirni hamda Qur'oni Karimdagi Allohning ifodasiga qarab boqadi. Bir ojiz bir ayol xurmining qishig'i Allah desa deyalaydiki bu yerga. Xurmi darxining qishig'i bering, xurmining rutabni tushirib beramiz desa deyalaydi. Ama demedi ki Allah bir yerda shu xurmining qishig'i berib va huzzi ilayki bi jiz'in nakhli. Linç dedi. Bir ayol emas, yo'g'on bir boksör kimi linçlamaydi xurma darxini. Aş daraxtni linçtiqin sizga to'kilib tushidi deydi hamda. Kuchona 7-chi ishqal. Ya Allah bir insonni bir ish qilishga taklif qilyapti. Natijasini men berman deyapti-da. Shunda. Bu qadar nurg'un misollar borki, Rabbim bu qadar insonlarga harakat qilishga undayotgan. Xo'sh. Demak, bu yer tavakkul qilish hargiz bu sabab natija qonuni zid kelmaydi. Yuqori deganimizda tavakkul qilish bu badanning harakati bilan qalbning harakatini birlashtirgan bir ish. Xo'sh. İkisi birlashgan vaqtda aninkanda bu haqiqiy tavakkul qildi. Shunga bu sabab qilmay turib tavakkul qildim deb qo'yish bu ojizlikdir, ham Alloh rozi bo'lmaydigan xato ishdir, yoki Allohning buyrug'iga bu osiylik qilganlik hisoblanadi. Uchinchi oxirgi bir misol Muhammad alayhisalom misol qilaylik. Muhammad alayhisalomning hayotiga qarasak, Muhammad alayhisalom payg'ambar. Allohdan nima tilasi bermadi. Dua qilsa ishlar bo'ldi. Hatto misolni olsak, Isro Mi'roj voqealarida bir kechada Makkadan Falastinga olib bu yerdan 7 qavat osmondan ochiq qo'ygan payg'ambarlarni ko'rishtirib, jismi bilan o xiyolda bo'lib qolsa, hammadan shunda uni kechirib men butun dunyoni ko'rib tush ko'ribman desa kichik bolam shunda. Bu jismi bilan, badani bilan bo'lgan bir ish. Shuning uchun buni mo'jiza deymiz. Bu ish mana mo'jiza faqat payg'ambarlarga xos bo'ldi. Boshqa o faylasuf uch-buch bilan aloqasi yo'q bu ishninki. Shu iymon masalasi bu yer. Demek bir kechada shunchalar ishni qildirish qodir bo'lgan Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni sabab chaqir qilish buyurdi. Jang qilgan vaqtida qilchangni ko'tardi. Harbiy formani kiydi.
Hatta yarlardı başlayan sebep çağrı noktasıdır. Peygamber Aleyhisselam duası icabet olduğundan turuluk. Toxtab turmansız uruş çıkmalmış ya dua kılıp ötülü kilana. İş kınmalı demedi, can kınmalı. Can meydanı çıkırdığa batır bütün harbiy tayyorlik, istihbarat tayyorligi, kural tayyorligi, qatnash tayyorligi, bütün işlerin hammasini qildi. Sahabaların her vaqt sebep çağrı kılanlarda bunun rağbatları dedi. Tashabbus qildi. Demek Allah Teala'nın kanuniyeti sebep çağrı kılışımızda netice yetkin olmaydı deydiğen bu ideyani, bu fikrini sığdırmekçi. Eğer Peygamber Aleyhisselam dua kılgan bolsa ümmet nima bo'ldi? Peygamber ketgandan biz tug'shabdik deb yetib oldi. Demek men dunyodan ketgandan keyin bu ümmet aciz holat bo'lmasin, bo'shan bo'lmasin, o'rin bo'lmasin, abga bo'lmasin, lashmijaz boshqalar döngab qo'yib qutulgan bo'lmasin deb o'zi qatnashib, o'zi bevosita yashab musulmonlar bu ruhni singdirdi. Musulmonlik sharkat bilan bo'ladi, amal bilan bo'ladi, sabab natij qonun bilan bo'ladi. Buna misallar Peygamber'in hayatını yaman. Hatta ki hicret vakıa Mekke'den Medine'ye beriş. Önümüz karısak, bütün istihbarat, bütün devletin koşulları birisini kolga batırdı. Peygamberimiz de bu vakıa edecek. Fakat Ömçük'ün tor şekillendirgen şu vakıanı hesaplanmağa vakti ondan başka 15 günlük jarayandaki harbiy taktika, istihbarat, her türlü tedbirden hemmesi ne ibaret? Sebep çağırdı ibaret. Bomuz keçide Palestin'e yapacağınızda Peygamberimizin birla Uçurup ekesi ekli kadirdi. Demek aşımı bizge işte bunda kılsan. Yol bu de. Hayatın kanuniyeti bunu sen ügen aklını işler demek. Demek bu ilahi kanuniyet neticelerini sebeplerine bağlaş asas cari oldu. Allah'ın kanuniyeti netice nemeki bağlaksa sebep bağlı. Lekin bizden itikadımızda sebepten üzlüğüden tesir göstermedi. Bu Müslümanların itikadı. Sebep netice gösterken bolsa, yani sebep müvergen bolsa bu Allah'ınki orunlaştırışı bilen, Allah'ınki şöyle takdir kılışı bilen hasıl olgan boldu. Demek bir yerde insan qanchalik sebep qilsa, qanchalik kuch chiqarsa, shunchalik natijaga erishadi. Va allaysal inson illa ma sa'a degan oyatda qasas bo'yicha. Ko'pdan-ko'p rahmat aytdi, hurmatli ma'lumot bilan Alloh rozi bo'lsin. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi 8-sonimiz bo'lmashadi, oxirlashtiraylik. Haqiqatan mu'minninki bu darsdan biz, ya'ni mu'min butun kuchi bilan qo'ldan keladigan barliq sabablarni qilish bilan birga yana mesela %50 yaşayganligini tushunishimiz kerakda. %50 sababni chiqargan bo'lsak, %50 Allohga tavakkul qilish. Mushu ikkisining o'rtasida xuddi shu taroza, oltin tortgan tarozadek shundoq hayotda yashaydi. Butun qo'ldan kelganini qilib Allohga yolvordi har bir ishining natijasini chiqarishga. Rasulullohninki eng oxirida keltirilgan misol bu bizga ajoyib cho'ng bir dars bo'lishi kerak. Şundak bir ulug' payg'ambar, şundak bir zat Allah'ın habibi bo'lgan Rasulullah chig'ida bütün tayyorligini qilib Allohga soatlarcha yig'lab Allohga duo qilgan. Ey Alloh, bizga nusrat bergin, bizga yordam qilgin. Sen bu ümmetga, bu askarlaringga yordam bermasang, bundan qaysi holatga qilib qolamiz deb Allohga sahobalar hayron qildi. Rasulullohning bu qadar yolvorishiga. Bizga bütün hayotidagi har bir harakatlari nurg'un dars bo'lib bizga buni shundoq chunqur tushunishimiz kerak qadrli ko'rmalarimiz. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri tushunchada to'g'ri shaklda amal qilishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Alloh umr va saati boshqa bir tem bilan ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Ijobatlik duolaringlarda bizlar uchun ham duo qilib qo'yishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء